Assalomualaykum, hurmatli obunachilarimiz. Egedan 2018-yil ishlab chiqarilgan Cobalt kelib turibdi. Bir qator obzor etib berib o'tamiz. Motor taraflari chotki turibdi mashina. Zo'r sostanida yumshoq balonlar qo'yilgan, metan toza qo'yilgan, 24-yil qo'yilgan metan. Kraskasi bir krelinde petnosi bor. Boshqa yeri 100% radnoy mashina. 2018-yil. Şu arka krelinde bir zayında petnosu var. Aynalar knopka. Zor sastanede durdu maşinimiz. 155.000 kilometre yürütürdü. Özünün halal yürgeni. Bahasına geleden olsak, bahası 114 milyon so'm 2018 yıl. Gelesi üstünde narxol olsa savdolaşıp geliş basazlar bo'ladi. Avtokreditga bir 8 milyonlar bilan chiqib boradi. Notariska ise addeniyolar. Mashinamiz Xiva avtosavdo 707 turadi. Ekran nomerlarini qoldiramiz. Bemalol aloqa chiqaversa do'stlar. Kanalimizni yangi bo'lsangiz obuna bo'lib qo'yasizlar do'stlar.